hamyonbop, oilaviy va tejamkor. Bularning barchasi bitta avtomashinada. 4 kishiga mo'ljallangan Kia Cares'ni sizlar bilan bugun biz ko'rib chiqamiz. Yangilangan avtomobilimizda 1.5 hajmli atmosfernik hamda turbina motor joylashgan bo'ladi. Bu hop, birinchi va 3-chi pozitsiyalargacha atmosfernik motordan va premium pozitsiyasida turbina motor joylashgan bo'ladi va MPI, GDI ligi bilan farq qilishi mumkin. Avtomobilga o'tirganimizdan bizlarni yangicha ishlov berilgan multifunksiyalarni rul kutib oladi. Rulimizda hop, cruise control hamda palaska ushlaydigan tugmalarimiz mavjud. Hop, splashnoy monitorga o'zgartirilgan, ya'ni eski Cares'da tablo bilan monitor ikkiga bo'lingan, ajralgan edi. Yangi Cares'da splashnoy bo'lingan va ko'rib turganinglardek 360 gradus kameralar ham qo'shib berilgan. Qo'shimcha funksiyalarimiz oldi va yon o'rindiqlarimiz uchun sovutish hamda isitish tizimlari, partroniklarni o'chirish hamda yoqish, 360 gradus kameralarni o'rnatish va qo'shish hamda drive mode funksiyalari qo'shib berilgan. Mashinamiz bemalol uch xil rejimda harakat qila oladi. Ikkinchi qatorimizda ikkita kapitanskiy sidina joylashgan bo'ladi va oldi tarafdan qulayligi, past stakanchik hamda kompyuter notebook uchun alohida joy va orqa tarafdagilar o'zi uchun alohida konditsionerni sozlab olsa bo'ladi. Oldi tarafdan farqli ravishda ikkita zaryadlash qurilmamiz ham mavjud va yoshi katta kishilar uchun oilalarimizda shtorka ham mavjud. 5-chi hamda 6-chi yo'lovchilar uchun ham qulayliklar anchagina. Podstakanchik, zaryadlash uchun qurilma hamda yuqorida havo almashish uchun deflektorlar mavjud. Oldigi Cares'ga qaraganda lyuksni ochish hamda yopish ancha qulay va oson. Ushbu avtomobilimiz 339 bilan 900 ming so'mdan boshlanadi va bu avtomobilni siz Kia Navo avtosalonidan 24 oy muddatda foizlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlar orqali sotuv bo'limi bilan aloqaga chiqing va hoziroq shartnomani rasmiylashtiring.